Boy bo'lishni istasangiz, xavotiringizni boshqarishni o'rganing. Chunki xavotirli odam bu tarqoq odam. Kerakli ishga umuman diqqatini jamlay olmaydi yoki hech narsa qilmaydi, chunki resursi yo'q. Yoki kun bo'yi banddek ko'rinib, muhim ishlarni umuman qila olmaydi. Agar siz ishda ko'proq daromad yoki yangi lavozim yoki biznesingizda yaxshiroq foyda topmoqchi bo'lsangiz, avvalo nerv, ya'ni asab tizimingizni tinchlantiring. Bunga sport, sayohat qilish, kuniga vaqtida 3 mahal foydali produktlar bilan ovqatlanish va albatta 8 soat uxlash yordam beradi. Ammo nerv tizimini tinchlantiradigan eng oddiy va tez usullaridan biri bu xavotirni kamaytirishga qaratilgan psixologik meditatsiyalar. Keyingi videoda men siz uchun shunaqa psixologik meditatsiyani bir qismini yozib beraman. Agar siz ham moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, albatta meni profilimga obuna bo'ling.